Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Ovozim boryaptimi? Assalomu alaykum. Ovozim bormi? Qoraqalpog'iston, va alaykum salom. Guli Ahmedzoda, yaxshimisiz? Va alaykum salom. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dilnoza Sulaymanova, I miss you too. Okay, mana живое suhbat. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Bizda havo sovuq, shunday. Nima deydi? O'ranib olgan hamma. Bugun yakshanba kuni. Alhamdulillah, men yaxshi, rahmat. Yakshanba hamma dam olyapti. Shoppingga boradim. Hali O'zbekiston borish noma'lum. Alhamdulillah, yaxshi. Umra ziyoratlari zo'r bo'ldi, zo'r. Nasib. I don't know. I have no idea. Dilnoza? I have no idea. Probably next year, not this year, because I'm very busy right now. I have a lot to do. So probably next year I'll go to Tashkent. Dilnozaga inglizcha javob beryapman. Qachon Toshkentga kelasiz deyapti. Yaxshi. Muzayya Nahon, alhamdulillah. Uzr, ba'zida ismlaringiz juda qiyin o'qish. Har xil nimalar qo'yasizlarda. A-ni ko'p qo'yasizlar, B-nimi, H-nimi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilaman yaxshi o'qishga. Doktor Sevar o'qiy olmadim, men ham. Hammalaringizga borish nasib qilsin, umralarga, hajlarga. Haj bu farz. Biz qilishimiz kerak bo'lgan farzimiz bu. Islomda hajni farz qilib qo'ygan. Inson umrida bir marta haj qilish kerak, agar imkoni bo'lsa degan. Shuning uchun umra bu ziyoratga kiradi. Kichkina haj deymiz, lekin hajda emas. Haj bu bir marta bo'ladi. Inson o'lguncha bir marta haj qilish kerak degan, shunaqa. Xo'p, Saudiyadamisiz? Saudiyada bunaqa kiyinib o'tirmayman. Bunchalik sovuq emas Saudiyada. Farg'onaliklarga, hammalaringizga alangalik salomlar. Hamma o'zbekistonliklarga, shikoladlarga. Shikolat, ba'zi yangi kirganlar shikolat nimaligini bilishmaydi. Shuning uchun nimaga shikolat degansiz? Shikolat yozilmaydi-ku, chokolad yoziladi-yu, shokolad yoziladi-yu deb yozishadi. Ular bilishmaydi shikolat nimaga shikolat deyishimni. Ularga yana tushuntirib o'tirishim kerak-da. Xo'p, bugungi mavzu bir ikkita do'stona maslahat berishim kerak. Chunki menga savollar tushganda qiziqarli savol. Qiziqarli, ya'ni muxlislarim mendan so'rashyapti. Xo'p, we know only this word. We know only this word. Then you need to learn English. Faqat shu so'zni bilaman deyapti. Men deyapmanki, ingliz tilini o'rganish kerak. Ingliz tilini bilsalaringiz hech qachon yo'qolib qolmaysizlar. Men sizlarga chin dildan aytyapman. Chunki masalan, meni o'zim qaysi davlatlarga bormay, o'zim boraman-da. Ya'ni tur kompaniya kerak emas menga. O'zim boraman, nimaga? Chunki o'zimga ishonaman, tilni bilganim uchun. Endi o'sha qaysi davlatlarga bormay, u yerda baribir tanishlarim bor, o'rtoqlarim bor, chiqishadi. Lekin umuman olganda, masalan, gostinitsada o'tirasizmi, boshqa restoranlarga borasizmi, tilni bilsangiz, yo'l ochiq siz uchun. Shuning uchun ingliz tilini fundamentini o'rganishga ham harakat qilingizlar. Chunki kerak bo'lyapti, kundan kun kerak bo'lyapti. Hamma joyda kerak bo'ladi. Avvalgidan ko'proq, har yili ko'p shu ortib ketyapti. Ingliz tilini bilish kerak. Hali shunaqa vaqt keladi, ko'rasizlar.
chet elga qo'ymaydi sizlarni ingliz tilini bilmasalaringiz. Avval shunday edim. Xo'p, hozir bitta ko'raychi, savollar tushibdi. Xo'p, ustoz, biz bilamiz. Siz bilasiz shokoladni. Xo'p, men Qoraqalpoqdagi 1-sonli mehribonlik uyida bo'lganman, tarbiyalanganman. Siz kelganingiz o'sha payt esingizdami? Siz mashallah, esimda. Men Qoraqalpog'istonda 1-sonli mehribonlik uyiga borgandim. Esimda, o'sha yerda bolalar chiqish qilgandi. Bilaman, davlat tomonidan mehmon bo'lgandim Qoraqalpog'istonda, Nukusda. Keyin o'sha yerda 1-mehribonlik uyiga borgandik. Esimda, o'sha yerda nima deydi, bir xayriya ishlarini olib borgan edim. Esimga keldi. Mashallah. Esimda, albatta esimda. Go'zal. Meni eslaganingiz uchun Alloh sizni eslasin. Mashallah. Xursand bo'ldim. Okay, no, I mean we understand the history of chocolate. I see. I thought you just know those words, the one you ask questions. I'm sorry about that. I'm sorry, Linoza. Okay, good afternoon. Good afternoon. How are you? How are you? Good afternoon. Inglizlar pog'onaga bo'linganda, mani ingliz o'rtoqlarim bor, mana bu aristokratlar, endi nima deyotganimni tushunasizlar. Ingliz tilini bilganlar bilishadi. Ular bilan o'tirsak, ular gapirsa, bunday qiladi. Really? Good afternoon. It's lovely to see you. How come? I'm very sorry to hear. Ana shunaqa gaplashadi. Ular qorni bilan gaplashadi-da. Oh, really? Oh, my darling. May I have a cup of tea, please? Ana shunaqa gaplashadi. Oddiylari, hi, how are you? Yes, all right, thank you very much. How's your day? Very well. Mana shunaqa qilib, agar mana bu, ya'ni oddiy gaplashasizlar-ku, aristokratlar bilan. Hi, how are you? How are you doing? How do you do? How's your day? Ana shunaqa qila olmaysizlar, chunki ular deydiki, uzr, boshqatdan qaytarasizmi deydi. Chunki ular o'rganib qolgan o'shanaqa gapirishda. O'shanaqa kim gapiradi? Masalan, qirol gapiradi. Qirolni oldiga bo'lsangiz, ana shunaqa chiroyli qilib, how is your day? How are you doing? Ana shunaqa gapirishadi. Yoki bo'lmasa lordlar palatasiga borsalaringiz, ana shunaqa chiroyli, bosiqlik bilan gaplashadi. Qirolliklarning hammasi shunaqa bosiq, chiroyli gaplashadi. U tomondan chiqsalaringiz, bu tomonga qaytsalaringiz, ya'ni o'rtoqlaringiz bilan, yoshlar bilan, kompaniyalarda u yerda bo'lsa tez gaplashadi. Gapirib ketadi. Shunaqa. Bu ya'ni inglizlarni har xil turda gaplashishi. Xo'p, bir kun men ham shunaqa qildim. Shunaqa o'rtoqlarim bilan o'tirgan edim, keyin britaniyaliklar nimasi haqida gaplashib qoldik, kulturasi haqida, madaniyati haqida. Keyin men aytdimki, sizlarda dedim, mana shunaqa qilishadi deb men ya'ni ko'rsatib berdim. Nimalarni qanday ushlash, ya'ni nima deydi? Kofe ichayotganda qanday tarelkasini ushlashadi, choy ichayotganda, kofe ichayotganda qanday chashkani ushlashadi, ana shunaqalarda qilishadi deb men chiroyli qilib bir ko'rsatib berdim, rosa kulishdi. Bularda ham shunaqa bizda ham bor, endi bizda hozir kam qolib ketgan unaqa. Lekin inglizlarda shunaqa yuqori tabaqadagilar hali ham shu madaniyatini olib yuribdi, ko'rsatib yuribdi. Ko'p joylarda shunaqa. Xo'p, ana u haqida gaplashmoqchi edim. Yes, emotionally speech for aristocrat people, yes. But they don't show their emotions. They just say, they don't say, I love you. They say, it was lovely to see you. Looking forward to see you. I miss you deyishmaydi. Ya'ni men demoqchimanki, inglizlar shu aristokratlar bor-ku, ular emotsiyasini ko'rsatmaydi. Ular aytmaydi, men seni sevaman, I love you demaydi.
I miss you, men seni sog'indim demaydi. Ya'ni bularni emotionally reserved deydi. Emotsiyasi ichida. Ular sevsa ham ichi kuyib, yonib, o'laman desa ham qalbi ular ana shunday yurishadi. Chunki ular shunaqa katta bo'lgan. Ko'plar aytishadi-ku, inglizlar sovuq xalq deb aytishadi-ku. Ular sovuq xalq emas. Bular emotsiyasini ko'rsatmaydi. Bular o'rganishmagan. Xuddi bizga o'xshab. Bizga qanday masalan ayollar yig'laydi, emotsiyasini ko'rsatadi, sevaman sizni deydi, yo erkaklarda masalan biz ko'rsatamiz. Masalan, men hozir emotsiya ko'rsatyapman. Lekin britaniyalik inglizlarga bular ko'rsatishmaydi. Bularni o'rganishingiz kerak. Buning uchun siz intelligent, emotsiyani biladigan professional bo'lishingiz kerak. Chunki biznesda ham bu juda ham yordam beradi. Men Oksfordda o'qiganimda shu haqida ko'p ma'lumot olgandimda, o'qigan edim, ustozim bizga o'rgatgan edi, chunki professorimiz ingliz edi-da. Meni o'rtoqlarim bor, bular ham shunaqa deyishadi. Keyin yana bitta narsa bor, O'zbekistonda ham bor. Rus davlaridan masalan endi buvilarimiz, ba'zi ota-onalar ular ham ko'rsatishmaydi. Men seni sevaman demaydi-yu, ya'ni harakatda ko'rsatadi. Harakatda ko'rsatadi. Seni sog'indim deb kam aytishadi. Harakatda ko'rsatadi. Har kimda har xil, lekin inglizlar shunaqa. Lekin boshqa tomondan juda mehribon, ya'ni xayriya parvar, ko'p xayriya qilishadi. Shunisi bor, ko'p xayriya qilishadi. Endi men gaplashdim, endi sizlarni keling, Adilbek keling, kelaman, Britaniya ketyapti. Xo'p, tahajjud haqida gapirib bering, sizdan ko'p narsa. Tahajjudga gap yo'q, tahajjudni o'qingizlar. Agar nimanidir xohlasalaringiz, tahajjud o'qingizlar. Sizlarga maslahatim. Tahajjud o'qib, ko'p yutuqlarga erishasizlar. Yutuqlar deganim, masalan, qiynalyapsizlarmi? Finansiy tomondan qiynalyapsizmi? Ruhiy tomondan qiynalyapsiz? Nimadan qiynalayotgan bo'lsangiz, tahajjud namozini o'qingizlar. Bir oydan keyin ko'rasizlar qanday o'zgarishlar bo'ladi. Okay, good Dilnoza. Now, xo'p, sizlarga bitta qiziqarli desam ham bo'ladi. Menga qiziqarli. Mana blogerlar, bilasizlar, blogerlar ko'plar masalan boshqa davlatlarga boradi. Endi e'tibor beryapman, men ham endi kuzataman ba'zilarni, ko'pini emas. Men umuman o'zi vaqtim yo'q. Yo menga tashlashadimi? Mana aytishyapti, mana boshqa davlatlarga bordilaringizmi? Sizlar blogersizlar, mumkin sizlar nima deydi, подписчик to'plamoqchisizlar, o'zlaringizni taniqli qilmoqchisizlar, lekin o'sha davlatga borsalaringiz, o'sha davlatni qonun qoidalarini rioya qilingizlar, u davlatni chiqib yomonlamaysizlar. Mumkin sizlar o'zbek tilida gaplashasizlar. Sizlar deb o'ylaysizlar, ular sizlarni kuzatmaydi deb o'ylaysizlarmi? Har bitta davlatni o'zini ichki securitysi bor. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlaringizni tekshirishadi. Siz viza oldingiz, viza olib ketdingiz. Masalan, Amerika. Bu juda ham kuchli davlat hisoblanadi-da. Amerikada ular sizga viza berdi. Masalan, Amerikaga borsangiz, Amerikani o'zini madaniyati bor, qonun qoidalari bor. Uni siz tashqariga chiqarib yomonlaysiz, to'g'rimi? Siz deb o'ylamang, ular sizni tilingizni bilmaydi, topolmaydi deb o'ylamang. Siz shunaqa qilaversangiz, ertaga siz bilmagan holda, masalan, yana bir bor Amerikaga borishni xohlaysiz, sizga viza bermaydi. Yoki bo'lmasa, sizni umuman oilangizga viza berishni taqiqlaydi, rad qiladi. Umrbodlik viza ola olmaysiz. Hozir emas, mumkin 10 yildan keyin baribir tekshiradi. Keyin masalan Saudiya Arabiyada sizlar endi ko'p blogerlar, mana ko'p odamlar boradi, bu narsani bilmaydi. Ya'ni deydiki, ha, ijtimoiy tarmoqqa chiqib men odamlarga aytay, bunday aytay deydi, o'zini ko'rsatish uchun yoki подписчик to'dalash uchun har xil ma'lumotlar qo'yishadi-da. Lekin men o'zim guvoh bo'ldim, bitta yigit Saudiya Arabistonga bordi, O'zbekistonlik. Men aytayapman, bu voqea bo'lgan voqea. Saudiya Arabistonga bordi, rosa Saudiya Arabistonni
yomonlar bunisi bunday, bunisi bunaqa, bunisi bunaqadir post qo'ydi. Kimligini aytmayman. Post qo'ydi. O'sha postdan keyin o'zbekcha qo'ydi. Arablarni rosa yomonladi. Keyin men aytdimki, nimaga o'ziga yozdim. Men dedimki, bunaqa qilma dedim. O'zingni tilingda bo'lsa ham, birovni davlatiga bordingmi, seni hurmat qilib senga viza berdi, uni borib ta'qiblama. Sen jurnalistmassan, senga davlat ruxsat bergani yo'q, sen blogersan. Sen nimangni olyapsan, ya'ni telefoningni olib Instagramga chiqib ijtimoiy tarmoqqa uni sen o'sha davlatni yomonlayapsan. U davlat albatta seni topib oladi. O'sha yigitni chaqirishgan. O'sha yigitni endi qaytib Saudiyaga qo'yishmaydi. Umrada ham, hajga ham bora olmaydi. Uni o'zini oilasi ham umraga ham, hajga bora olmaydi. Umuman uni nimadan, ya'ni umrbodlik kira olmaydi. Chunki u o'sha ya'ni maqtanib chiqib ijtimoiy tarmoqqa arablarni yomonlagani, mana bularni hammasini ular tekshirishadi. Hammasini. Saudiya Arabiya deysizlarmi, Amerika deysizlarmi, Buyuk Britaniya deysizlarmi? Yana bitta voqeani aytaman, Buyuk Britaniyada bo'layotgan voqea. Bu nima kelib yomonlashmasu? Ya'ni fermaga ishga borasizlar. Fermaga ishga kelsalaringiz, bu yerda to'g'ri ishlaysizlar. Bu sizlarga mana do'stona maslahatim. Sizlar kelasizlar, to'g'ri ishga kelyapsizlar, fermaga ishlashga kelasizlar. Agar fermaga ishlashga kelsalaringiz, to'g'ri yuringizlar, yo'llaringizga. Birovning narsasini o'g'irlamaysizlar, urushmaysizlar, g'iybat qilmaysizlar. Ya'ni boshlig'ini g'iybat qilgan, yana o'rtada fitna chiqarib, o'zimizni o'zbeklar bilan urushyapti. Va 6 oy tugagandan keyin qaytib ketyapti-yu, yana Britaniyaga qaytmoqchi ishga. Lekin uni boshqa ruxsat bermayapti unga. Boshqa taklifnoma yubormayapti. Nima uchun? Menga chiqib iltimos qilyapti, yordam bering. U odamni o'zi ishni pachava qilgan bo'lsa agar, uni qanday hech kim yordam bera olmaydi. Uni qaytib bu yerga qo'ymaydi. Chunki u o'zi qora listga kirgan. Kim agar qarindoshingizmi, farqi yo'q. Kelmoqchi bo'lsalaringiz, yana qaytib ishga kelmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu fermaga to'g'ri yuringizlar, aldamaysizlar, boshliqlaringizni yomonlamaysizlar, o'g'irlamaysizlar, bir-birlaringizni narsalaringizni, o'rtaga o'zimizni o'zbeklar bilan yana urushib, janjal qilib bir-birlaringizni urmaysizlar. Chunki bu narsani bu yerdagilar juda ham kuzatishadi. Keyin qaytib sizga yo'l yo'q, kelmaysiz. Har bitta davlatni qoidalarini, madaniyatini hurmat qilish kerak. Agar qila olmaydigan bo'lsangiz, nimaga borasiz? Farqi yo'q, qaysi davlatga borsangiz. Yaponiyaga borasizmi, Eronga borasizmi, yoki bo'lmasa deylik, masalan, Italiyaga borasiz, farqi yo'q. Agar chiqib o'sha davlatni siz nimasi minuslarini chiqib ijtimoiy tarmoqqa o'zbek tiliga aytsangiz ham, rus tiliga aytsangiz ham, baribir sizni topib oladi. Baribir bu shunaqa ichki sistema bor. Baribir topib oladi. Keyin bir kun menga viza bermadi deb hayron qolmaysizlar. Meni qizimga ham viza bermadi. Yoki bo'lmasa meni oilaviy bizga viza bermadi. Nima uchun viza bermaydi? Chunki ana shunaqa qachon yillardir siz borib ana shunaqa qilgansiz, ular sizni baribir tekshiradi. 100% emas, 1000% sizga aytaman men. Chunki bunaqa voqealar hozir juda ham jiddiy olingan. Bilasizlar, hozir dunyoda notinchlik juda ham ko'p. Har bitta inson kelyaptimi, ijtimoiy tarmoqqa chiqib o'sha davlatni yomonlayaptimi, baribir ushlashadi bir kun. Baribir. Masalan, bizda ham O'zbekistonda ham bironta bloger kelib biron narsa desin, qonuniy ular javob beradi. Mumkin emas. Baribir topib olishadi. Shuning uchun qancha kam gapirsak, shuncha o'zimizga problema kam bo'ladi. Agar nima deydi, aytamiz-ku, gapiradigan yaxshi gapingiz bo'lmasa, jimgina og'zingizni yopib sukut saqlang degan. Chunki bu bizni o'zimizga yaxshi. Hamma narsa hayotda mana shu bizni og'zimizdan chiqayotgan gaplarimizdan bo'ladi. Chunki o'sha
masalan e'tibor bersalaringiz documentaries deydi. Documentary, ya'ni mana podkastlar qilishadi davlatlar haqida. Ularni tarixi haqida gaplashishadi. Masalan, nima deydi, YouTube'larda o'sha davlatlar haqida juda ham chiroyli tushuntirib beradi. Kritizat qilmaydi-yu, tushuntirib beradi. Shunaqa bo'lgan ekan, agar shunday qilmasalaringiz shunday bo'lar ekan, yo mana shu davlatda mana bunday emas, mana bunday qilish kerak ekan. Agar mana bunday qilsalaringiz mana shunaqa javobgarlikka tortilar ekansizlar deb chiroyli tushuntirib beradi. Masalan, nima Otabekka bor, amerikalik bloger. Ana shu kishi juda qaysi davlatga bormasa chiroyli tushuntirib beradilar. Biron marta bironta davlatni o'sha inson chiqib kritizat qilgani yo'q, yomon gapirgani yo'q. Chunki u odam o'qimishli, biladi. O'qigan, biladi. Davlatlarni har bitta davlatga borsa, Otabekka chiqib yomonlamaydi. Uni chiroyli qilib diplomatik tushuntirib beradi. Shuning uchun u insonga hech qachon qora yo'l yozilmagan. Ruxsat berishadi. Chunki uni blogini bilishadi o'sha. Hamma biladi. Chiroyli gapirib tushuntirib qo'yadi. Madaniyati haqida, ya'ni o'sha insonlar kim o'sha insonni blogini ko'rsa agar o'sha davlatga borgisi keladi. Chunki u inson biladi nima haqida gapirishni. Mana shunaqa maslahatim sizlarga. Xo'p, to'g'ri, risolat to'g'ri aytyapsiz. Birovni uyiga borsangiz, uni kamchiligini ko'rsangiz, agar do'stingiz uyiga borsangiz, uni kamchiligini ko'rsangiz, o'sha kamchiligini ko'rib, voy, mana bu yeringiz kir ekan, mana bu yeringiz mana bunday ekan desangiz, demak siz unga do'st emassiz. Uyiga qaytib bormang. Umuman bormang. Xo'p, ana shunday go'sha boshga baloni keltiradigan mana bu qo'limizdagi. Chunki ko'p, yana bitta qiz Dubayga bordi, yaqinda o'zi chiqib aytdi. O'sha anglichanka qiz. Bilmaydi, u prosta Dubayga borib, o'sha Dubayda turib, primoy qilib bir ikkita narsalarni aytgan, negativ narsalarni aytyapti. Keyin mashina haydab ketayotganda rulda bo'lgan, telefon bo'lgan. To'xtatib telefonni olsam, nima ichki ishlardan deydi. Shu nima Emiratning ichki ishlardan. Keyin telefon qilgan, Dubaydan ekan. Dubay ichki ishlaridan xodimi telefon qilgan, bitta kelib ketasizmi degan. Chiroyli gapiradi ular. Kelib ketasizmi iltimos degan. Keyin u shunaqa Dubayda shunaqa, agar bironta nito ish qilsangiz, baribir topib olishadi sizni. Telefon qilib bitta kelib ketasizmi iltimos deydi. Muomala bilan. U borgani keyin aytgan. Shunaqa sizga ogohlantirish degan. Mana shunaqa yaqinda jonli efir qildingiz, mana shunaqa gapirdingiz. Tushunaman, siz Buyuk Britaniyadan kelgansiz. Sizlarda nima boshqa, madaniyat boshqa. Biza borib, masalan, bizani xalq borib sizni madaniyatingizni yomonlasa, sizlarda ham shunaqa qoida qonun bor, bizda ham shunaqa bor. Qaytib qilmang deb chiroyli qilib uni shtraf qilgan ayolni, shtraf qilib chiqazib yuborgan. Shuning uchun mana shu ayol hozir ro'yxatda turadi. Mana shu britanka. Xo'p, savollar tushgan bitta ko'ray. Shunday. Birovni hech qachon harakat qilingizlar, nima qilmaslikka, ya'ni kritizovat qilishga. Chunki biz o'zimiz ham nima emas, perfect emas, ya'ni farishta emasmiz. Hammamizning o'zimizga yarasha ayblarimiz bor. Bizlar ham xato qilamiz. Boshqalar ham xato qiladi. Bir kishini xatosini ko'rib ijtimoiy tarmoqqa chiqarib uni sharmanda qilmaysizlar. Yozdingizlar. Ba'zilar bor, noto'g'ri tushunadi. Ba'zilar kommentariyada yozadi, menda ham. Nimadir yozsam, men deymanki, borib o'qing boshqatdan ilm oling deb to'g'ri maslahat bersam ham, ular boshqacha tushunadi. Chunki fikr buzuqda. Ba'zi insonlarning fikri buzuq, negativ bo'ladi. Unga to'g'ri yo'l ko'rsatsangiz ham, u to'g'ri qabul qilmaydi. deb o'ylaydiki, siz noto'g'ri gapiryapsiz, yo siz unga nima deydi, nafrat bilan yoki baxillik qilyapsizmi deb o'ylaydi.
aynan o'sha emas. Lekin bu yerda men niyatim to'g'ri yo'l ko'rsatish. Borib boshqatdan o'qing degani bu yomon gap emas. Ya'ni boshqatdan ma'lumot olish kerak inson. Nimanidir bilmasa. To'g'ridan to'g'ri yozmaslik kerak. Bir kuni men bitta post qo'ydim o'zim. Istoriyamga men o'sha ma'lumotni menda ayb bo'ldi. O'sha ma'lumotni men noto'g'ri o'qiganman. Mana noto'g'ri o'qidim-u. Keyin bu kimni dastidan mana shu ba'zi yolg'on nimalar bor. Nima deydi? Mana bu yangiliklarni tarqatadiganlar bor. Ko'p onlayn gazetalar bor, yangiliklarni tarqatishadi. Masalan deydiki, mana bu Saudiya Arabistondagi yangilikni olib yo o'zidan chiqarib, kimnidir yangiligini olib, o'zini saytiga post qiladi-yu, gazetasiga onlayn uni chiqaradi. O'shani o'qib men post qo'ydim. Keyin qaradimki, yo'q, noto'g'ri ekan. Men noto'g'ri post qo'ydim. O'zim o'rgandim. Ya'ni o'sha yangilikni o'qimadim-u, o'sha davlatni saytiga kirib, yana boshqa joyda yozilganini o'qib, keyin o'zimga ishonib, o'sha postni boshqatdan o'chirib, boshqatdan qo'ydim. Bir marta shunday qilganman. Ya'ni bu qaysidir nima haqida ma'lumot edi shunaqa. Mana bu yangi nima ham Saudiya Arabistonda kim umraga hajga borsa agar rasm olish mumkin emas. Bu yolg'on. Mani qancha o'rtoqlarim bor, o'sha Saudiyada nimada ishlashadi. Bitta o'rtog'im bor, turizmda ishlaydi, ministr bo'lib. Ya nimalarim bor, o'shalardan men so'rayman ma'lumotni. Mana shunaqa bo'pti, mana shunday bo'ldi. Eslaringizda bo'lsa, nima, u o'rtada bir yolg'on tarqatishdi-ku, bir kelinchak Saudiyaga borib, bizni ayollarni o'g'irlayotgan ekan deb eslaringizda bo'lsa, bir shunaqa nimalar chiqarishdi, fitnalar chiqarishdi. Ana shu yolg'on. Men surishtirgandim-da, o'shanda ham post qo'ygan edim. Ya'ni mumkin o'sha kelinchak o'zi yo'qolib qolishni xohlagan. Mumkin o'sha xonadon joniga teggan bo'lsa, o'sha umra unga sabab bo'lgani o'zini yo'qotgan. Bo'ladi-yu shunaqa. Ba'zi kelinlar joniga tegadi-da, qaynonani zulmidan, erini zulmidan nima qiladi? Mana shunaqa vaqtda Saudiya sabab bo'ladi-yu, yo'qolib qoladi. O'zini yo'qotadi ular. Ketib qoladi. Chunki o'sha xonadon joniga tekkan bo'ladi. Mumkin shunaqa qilib u ketib qolgan. Buni hamma chiqarib keyin o'g'irlab ketishgan. Unaqa narsa yo'q. Saudiyada unaqa tartib hozir juda ham kuchli. Saudiya Arabistonda tartib, gender tenglik juda ham kuchli. Agar er xotinini ursa, $3000 shtraf qiladi. $3000 $5000 shtraf qiladi va qamoqqa tiqib qo'yadi. Bu fakt bu. Mana o'sha saudiyalik qarindoshlarim aytdilar. Nima o'sha yo'qolib qolgan ayollar, keyin ular kulib aytayapti, nima uchun aynan o'zbek ayollarini nima o'g'irlashar ekan? Bu yerda boshqa ayollar yo'qmi, chiroyli ayollar deb meni ustimdan kulishdi. Men dedimki, men shunaqa eshitdim, rostmi dedim, albatta yolg'on dedi. Bu shunaqa fitna. Ana shunaqa fitnalar ko'p chiqadi, qiyomat qoyimi yaqin bo'lsa. Mana rasmga olmaslik, videoga tushirmaslik, to'g'ri. Rasm mana video kameralar olib borasizlar-ku, video kameralar olib borsalaringiz qo'ymaydi. Yana nima blogerlarning kamerasi bor, telefon emas. Mana bunaqa kameralar bor-ku. Nima deydi? Bunaqa ushlab yuradigan kameralar bor-ku. Ana shunaqa kameralarni Makka, Madinani oldiga borib, haramni oldiga borib, videoga syomka qilsalaringiz, shunday polis kelib to'xtatadi srazu. Chunki hamma joyda kamera bor. Agar telefoningizni olib, bunday rasmga olib yoki bunday video qilsangiz, hech kim eshitma demaydi. U nima sizlarda yana u qalampiruz boshqa nimalar bor-ku, ular qaysidir bir saytdan o'qigani, uni tarjima qilib nimasiga qo'yapti. Lekin Saudiya Arabistonni o'zini ministerstvasidan hali bunaqa qaror, qonun chiqargani yo'q. Lekin qoidalar bo'yicha, qonuni bo'yicha o'sha kamera, katta kameralar, mana bunaqa narsalar boshidan mumkin emas edi. Mumkin emas. Ruxsat bermaydi. U fakt u.
lekin telefonga ruxsat bor. Mana kecha borgan bir ikkita tanishlarim video olib tashlayapti. Menga aytayaptiki, mana Gulxonim hech narsa, hech kim eshitma degani yo'q. Mana hamma rasmga olib, videoga olib yuribdi, deyapti. Shunaqa. Xo'p, mana Manzura aytayaptilarki, men bir kunga bir o'zim yo'qolib qolsam, Manzuraga o'xshaganlar nimaga borsagar, haramga borsagar, Makka Madinaga bir kunga yo'qolib qolsam deb, birdan bir kuniga emas, masalan, bir yilga yo'qolib qolishi mumkin. Chunki u yer shunaqa chiroyli joy. Makka Madina uni nima deydi, so'zlar bilan ta'riflab bo'lmaydi. U yerga borgan inson, Allohga oshiq bo'lgan inson u narsalarni tushuntirib bera olmaydi. U butunlarga yo'qolib ketay o'sha yerga deydi. Shunaqa. Ma'rifat, qandaysiz? Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Sog' salomatmisiz? Xo'p, men shu savollar menga ko'p tushadi-da. Qiziqarlisini olib bir javob beray dedim. Menga aytayaptiki, nima uchun deydi, moshinda har doim gaplashasiz deydi. Chunki o'sha moshinning ichi men uchun aynan vaqt topgan vaqtim sizlar bilan gaplashishga, nimanidir post qilishga. Chunki men juda ham band insonman, juda ham band inson. Shu moshinda men vaqt topa olaman sizlar bilan primoy qilishga yoki post qo'yishga yoki Makka Madinaga borganimda. Shunaqa. Xo'p, привет, Dana. Endi bo'ladi. Ba'zida nima deydi? Bilib bilmasdan biz kimnidir ko'ngliga ozor berib qo'yamiz. Sirazu kechirim so'rashimiz kerak. Chunki tilimiz suyaksiz. Masalan, qo'limizda suyak bor, uni ya'ni kontrol qila olamiz, boshqara olamiz. Endi tilimizga endi boshqarish juda qiyin. Til bu shunaqa narsaki, ko'p, masalan, bir taniqli nima bor, psixolog bor, juda ham kuchli, kanadalik. O'sha inson deydiki, sen deydi, kim bilandir muloqot qilayotganingda yoki deydi javob berayotganingda o'zing birinchi navbatda haqiqatdan o'ylab ko'rasanmi o'sha savolga qanday javob berishni deydi. Yoki deydi o'zing haqiqatdan o'tirib o'sha savolga, masalan, miyangizga bitta savolni qo'yingda, o'sha savolni haqiqatdan agar miyangizga qo'ysangiz, o'ylashni boshlang. Birdan javob bermang, o'ylang. O'sha miyangizni atrofida 3 ta odamcha, A odamchangiz boshqa narsa deydi, B odamchangiz boshqa narsa deydi, C odamchangiz boshqa narsa deydi. Ya'ni 3 ta odamcha sizga 3 xil ma'lumot beradi. Qaysini qabul qilish sizga bog'liq. Mana shu ko'p insonlar, biznesmenlar, millionerlar bor-ku, masalan, endi nima deydi, noldan boshlaganlar, ana shular bilan o'tirib suhbatlashsangiz, ular har doim qaror qabul qilishdan oldin o'ylashadi. Yoki mana bunaqa primoy chiqib gapirayotganda, maslahat berayotganda yoki bo'lmasa qancha nimalar bor, nima deydi, kichkinagina kursni o'qib psixologman deganlar bor, coachman deganlar borda, chiqib nimalarnidir gaplashadi. Lekin haqiqatan agar o'sha narsani o'tirib o'ylasalaringiz, o'sha inson o'sha narsani o'ylamasdan sizlarga gapiryapti. Sizlar bo'lsa, ha, ba'zilaringiz, ha, to'g'ri aytasiz deydi. Lekin o'sha narsani o'tirib bir o'zlaringiz o'ylab o'tiringizlar, bir o'ylaningizlar, qani o'sha inson to'g'ri aytayaptimi o'sha narsani? Nima uchun endi ko'p ayollar yoki erkak to'g'ri aytasiz, opa to'g'ri, gapingizga 100% qo'shilaman, lekin o'ylab ko'rish kerak. O'sha 100% qo'shilaman degandan yozishdan oldin u haqiqatni aytayaptimi? Ba'zi ko'chlar bor, mana sizlarda psixologlar bor, kirib o'qigan ayollar. O'sha ayollar bizga kelishadi. Endi menda Women's Leadership bor-ku, 4 yil bo'ldi, maktabimiz bor onlayn. Shunga yig'lab kelishadi. Depressiya bo'lgan, stress bo'lgan, deydiki, nima uchun meni hayotim o'sha
nima blogernikida emas deydi. Nima uchun meni hayotim shunaqa deydi. Yig'laydi. O'sha coachlar, o'sha kamgina kursni o'qib chiqib motivatsiya berayotganlar o'sha ahvolga tushirib qo'ygan o'sha ayollarni. Soddagina ayollar. Sodda. Ya'ni buzishyapti. Mumkin nima deydi 40% oilani ayollarni motivatsiya berib pozitiv holatga olib kelayotgan bo'lsa 60% ayollarni oilasidan ajratib yuborishyapti yoki bo'lmasa o'zini bir depressiyaga tushirib kasal qilishyapti. Haqiqiy coachlar, haqiqiy mana bu motivatorlar ular 6 oy 1 yilgina o'qimaydi. Ular 4 yil o'qib chiqadi. 4 yil o'qiydi aynan o'sha sohasini. Ana shular haqiqiy psixolog 4-5 yil o'qib chiqadi, coachlar bor. Ana shular haqiqiy, ana shular bilan o'tirib masalan maslahat olishingiz mumkin. Xo'p, men chiqamanda desalaringiz. Yana bitta narsa. Yangi yilga sovg'a berasizmi? Sovg'a olasizmi? Yo'q, men yangi yilda ham, Rojdestvoda ham sovg'a bermayman. Sovg'a ham olmayman. Hech kimga yangi yilga sovg'a ham bermayman. Hech kimga Rojdestvoga ham sovg'a bermayman. Bitta o'rtog'im bor. Nima? Shu aynan nima deydi? Uyiga chaqiryapti. Nimadan oldin? Yangi yildan oldin. U yangi yil nimasi emas. Ya'ni yangi uy olgan. O'sha yangi uyiga meni taklif qilyapti. Ana shu insonga uyini, endi yangi uy olgani uchun bir sovg'a olib boraman. Mana shu narsa. Lekin yangi yilga yoki bo'lmasa nima deydi? Rojdestvo bunaqa narsa men uchun emas. Men unaqa sovg'a bermayman. Nimada beraman sovg'a? Nimada? It kuni. Mana shu it kuni biz sovg'a beradigan, sovg'a oladigan kun men uchun. Mana shu savolingizga javob. Kim savol bergan bo'lsa, mana shunaqa. Xo'p, sizlarga yaxshi kayfiyatlab qolaman, men ketishim kerak desalaringiz. O'zbekistonga borsam nasib bo'lsa uchrashamiz, ma'rifat. Mashallah Manzura, mashallah. Asalim mana Manzura. Manzura deydimi? Shunaqa qo'shiq bor edi. Xo'p. Sizlarga ham nasib qilsin. Yo'q, men Toshkentda emasman. Men Toshkentga o'tirganga o'xshayapmanmi? Toshkentda deb o'ylaysizmi? Ma'rifat? Yo'q. Albatta Sanobar. Kim Makkani oldiga o'tirib chin qalbdan agar duo qilib namozingizni o'qib, hammadan ham tahajjudda. Voy! Bilasizmi, shunaqa o'zingiz hayratda qolasiz. O'qigan duoingizga javob olganingiz, o'qigan duoingiz qabul bo'lganiga o'zingiz hayratda qolasiz. Shuning uchun insonlar borgisi kelaveradi. Nimaga borgisi keladi? Chunki tortadi. Biladi, o'qigan duosi qabul bo'ladi. Shuning uchun insonlar borgisi keladi. U yerda endi masalan borganda 24 soat ibodat qila olmaysiz. Ba'zi endi shunaqa insonlar bor, tushunishmaydi. Deb o'ylaydiki, siz 24 soat ibodat qilishingiz kerak. 24 soat ibodat inson qilganida u yashashiga nimasi bo'lmaydi, vaqti bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh bizga 5 mahal namozni bergan, 5 mahal. 5 mahal namoz bergan. Chunki bilgan biz 5 mahaldan ko'piga chida olmaymiz. Va tahajjud bu biz o'zimiz ya'ni farz emas u. Kim agar turib o'qisa, albatta uni duolari ijobatga olinadi. O'qigan duoingiz qabul bo'ladi. Mana shuning uchun tahajjud bu boshqacha. Ya'ni Makka, Madinaga borsangiz 5 mahal namozingizni o'qing, ibodatingizni qiling.
masalan nima deydi, keragidan ortiqcha qilingda, keyin chiqib masalan boring, o'sha yerda kafelar bor, o'tirib kafeda masalan kofe ichishingiz mumkin, o'rtog'ingizda shopping qilishingiz mumkin, yoki bo'lmasa aylanishingiz mumkin. Agar o'sha mumkin bo'lmaganda o'sha narsani qurmasdi. 24 soat hech kim o'tirib u yerga ibodat qila olmaydi. Inson kasal bo'lib qoladi, yotib qoladi va shu 5 mahal o'qiydigan namozni ham o'qiy olmaydi. Eng asosiy namozlar bu 5 mahal namozimiz hisoblanadi. Kim tura olsa tahajjudga turib tahajjudini o'qisin degan. Shunaqa. Xo'p, sizlar yaxshi dam olingizlar, xo'p. Mana shu narsani, ya'ni primoy qilganimni nima sahifamga qo'yaman. Kommentlar yozingizlar, fikrlaringizni yozingizlar. Javob yozaman inshaalloh nasib bo'lsa. O'rtoqlaringizga ham yuborib qo'yingizlar. Bloger o'rtoqlaringiz bo'lsa yuborib qo'yingizlar. Ichki har bitta davlatning ichki sistemasi bor. Nima deydi? Chiqib o'sha davlatni nima tanqid qilishdan oldin o'ylab ko'rsin. Keyin ertaga o'ziga yomon bo'ladi. 10 yilda ham emas, 15 yilda bo'lsa ham qaytib keladi. Hozir bilasizlar, nima sun'iy intellekt juda ham rivojlanib ketyapti. Shunday sizni ushlatib beradi sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt juda ham rivojlanib ketyaptiki, o'sha nima tanqidchilarni shunday ushlab ko'rsatib beradi. Shuning uchun ogoh bo'lingizlar, nimanidir ijtimoiy tarmoqqa qo'yishdan oldin fikrlayingizlar, nimanidir yozishdan oldin fikrlayingizlar. Chunki ertaga o'sha narsa sizni oilaviy nimaga, qayergadir borishga nima qilmasin, to'xtatib qo'ymasin. Yaxshi dam olingizlar, sog' bo'lingizlar. Faiz, bitta menga yozing, Telegramimga, sizga gapim bor. Iltimosim bor. Mana o'rtog'im Faiz. Bir o'rtog'im bor. Nima, shokolad o'rtog'im bor. Nimada? Sabr tilayman o'sha shokolad o'rtog'imga, Faizga. Men bilan o'rtoq bo'lganiga nima deydi? Sabr tilayman, ofiyat tilayman deydi-ku. Gap bor, o'y. Menga yozing bitta. Mani o'rtog'im, yaxshi ko'rgan o'rtog'im. Xo'p, yaxshi qolingizlar. Ko'rishguncha sog' bo'lingizlar.